Dunyoga mashhur Buxoroning olot somsasini uy sharoitida hech qanday sirlarni yashirmagan holda tayyorlashni o'rganamiz. Ket. 1,5 kilogramm oliy navli un uchun 200 gramm suv va 20 gramm tuz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib un ustidan tuzli suvni quyib, qattiq qilib xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni zuvala qilib paketga solib tindiramiz. Xamirimiz tinguncha biz somsa uchun farsh tayyorlab olamiz. Somsaning farshi uchun bizga 300 gramm maydalangan mol go'shti, 100 gramm mol yog'i, 100 gramm piyoz, 20 gramm tuz va 3 gramm qora murch kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni idishga solib, piyoz ezilib ketguncha aralashtiramiz. Keyin esa tayyor xamirni 2 sm qalinlikda yoyib, bir barmoq qalinligida uzunasiga kesib olamiz. Tayyor xamirga qo'limiz bilan ishlov beramiz va 2 sm uzunlikda kesib olamiz. Xamirni xuddi shunaqa qilib kesib, kaftimiz bilan bosamiz. Keyin esa xamir ustidan un sepib, katalka yordamida har bittasini alohidadan ochib chiqamiz va xamir ustiga farsh va pomidor qo'yib tugamiz. Xamirni pastki tomonini teng o'rtasigacha buklaymiz va chap tomonini ham xuddi shunaqa qilib buklaymiz. O'ng tomonini ham chap tomonni ustiga chiqarib, somsamiz uchun xuddi shunaqa qilib bosib qo'yamiz. Keyin esa duxovka listini yaxshilab yog'lab, somsalarni birin-ketinlik bilan joylashtiramiz. Keyin esa barcha somsachilar yashirgan sir, ya'ni somsani ustiga yaxshilab suv sepamiz. Keyin esa oldindan 320 gradus darajada qizdirilgan duxovkaga somsani joylashtiramiz va 8 daqiqa kutamiz. 8 daqiqadan keyin listni duxovkaning eng tepa qismiga joylashtiramiz. Va bizga 5 daqiqa yetadi. 5 daqiqadan keyin somsalar oltin rang bo'lib, mazali bo'lib pishib chiqadi. Somsalar ham tayyor. Endi ularni bemalol dasturxonga tortiq qilishimiz mumkin. Somsa mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziqarli retseptlar sahifamda.